Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun siz bilan kartoshkali manti tayyorlashni o'rganamiz. Birinchi masalliqlarimizni to'g'rab olaman. Demak, kartoshka va piyozni tozalab archib, maydalab kubicha shaklida to'g'rab olamiz. Mana obunachilarimiz, demak, go'shtimizni, mol yog'imiz, kartoshkamiz va piyozimiz qiladigan ishimiz bitta choy qoshiqchadan tuz sepib olamiz va o'ziz xohishingizga qarab ziravorlardan solib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi bu masalliqlarimizni bir xil massa qilguncha aralashtirib olamiz. Ukamizni taxlab oldik. Endi bunga ozgina iste'mol yog'idan yarim piyolacha qo'shib yuboramiz va yana bittadan aralashtirib olamiz. Mana nachinkamizni aralashtirib tayyorlab oldik. Endi buni chetga olib qo'yamizdan mantimizni xamirini tayyorlab olamiz. Mana obunachilarimiz, bir kosacha suvimizga bir qoshiqcha tuz va bitta tuxumni solib, elangan unni solamiz va xamir qorib olamiz. Obunachilarimiz, ikkita zuvalacha taxlab oldik. Endi buni 5 minutga dam olishga jo'natamiz. Tayyor bo'ldi. Endi xamirimizni kattagina qilib, nafs qilib yoyib olamiz uqlov yordamida. Mana xamirimizni yoyib oldik. Endi chiroyli qilib buni taxlab kesib olamiz, to'rt burchak qilib. Mana shu ko'rinishda taxlab olamiz. Kesib olamiz. Lenta qilib kesib olgan xamirlarimizni yana ustma-ust taxlab olamiz. Taxlab olgan xamirlarimizni ham mana shunday to'rtburchak ko'rinishda kesib olamiz. Mana xamirlarimizga bir qoshiq nachinkamizdan solib, manti qilib tugib olamiz. Mana shu ko'rinishda xamirlarimizni barchasini tugib olamiz. Obunachilar, qasqonimizni yaxshilab yog'lab olib, mantilarimizni qasqonlarga terib olamiz. Mantilarimiz tayyor bo'ldi. Endi suvimiz qaynab chiqqandan keyin 40 daqiqa davomida, 40 minut davomida mantilarimizni pishirib olamiz. Mana ichlari juda ham yumshoq bo'lib, sochli bo'lib pishib chiqdi. Mana obunachilarimiz, mantilarimiz pishib tayyor bo'ldi. Juda ham ajoyib manti chiqdi. Xohishga qarab xohlagan narsa bilan iste'mol qilishingiz mumkin. Mana mantilarning ichi qarang, juda ham sochli bo'lib, mazali bo'lib pishdi.